Barcha onalarimizni global muammosi bo'lgan bolalarida ishtahasi yo'qlik muammosi ko'pchilikda qiynaydi. Shu muammoga bizda zo'r yechim bor. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman bu mahsulotni. Bolajonlarim juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Bu sirop ko'rinishidagi vitamin C. Bu bolajonlarning ishtahalarini ochib beradi. Bu eko mahsulot bo'lgani uchun barcha bolalarimizga bir xilda tavsiya qila olamiz. Nafaqat ishtahasini ochadi, bu tabiiy yo'l bilan immunitetligisini ko'tarib beradi bolajonlarimizni. Juda ham mazasiga gap yo'q. Ko'pchilik onalarimiz savol berishibdi, buni mazasi qanaqa, bolajonlarimiz icha oladimi, yo'qmi deb. Men o'zimni mana bolalarim ichishadi. Mana kichkina 9 yoshli bolamga 15 milligram ichiraman, yarmini. Undan katta bolalarimizga butun qopqog'idigini ichirsak bo'ladi. Mana xuddi sok yoki kompot mazasini keladi. Bolajonlarimiz mazza qilib bemalol ishlatishadi. Kimga ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada C vitamin deb yozadigan bo'lsanglar, to'liq ma'lumotlarni jo'natib qo'yamiz. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib va albatta yuragimni qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin.